Sizga ham to'liq komplektatsiya 60 kuba to'liq chiqaradigan beton zavod kerakmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Narx-navolar hamda komplektatsiyasi bilan tanishtirib o'tamiz. Biz boshladik. Xo'p, mishalka qismiga, ya'ni mikserga keladigan bo'lsak, 1000 talik ustanovka qilib berganmiz. 50 kubaga mo'ljallangan. Nimaga 50 kubaga? Tepasida ajdaniyasi yo'q. Buni ustiga bunker ajdaniya qo'ysak, 60 kuba to'liq chiqarib beradi. Bu hozir bunkersiz variantimiz, 50 kubaga mo'ljallangan variantimiz hisoblanadi. Kimdir 60 kuba chiqarmoqchi bo'lsa, shu mishalka bilan 60 kuba ham chiqarsa bo'ladi. Ya'ni tepasida ajdaniyasi bo'lishi kerak. Beton zavodning komplektatsiyasiga 100 tonnalik bitta silos berganmiz akamizga. Qo'shimcha olmoqchi bo'lganlar uchun silos cheklanmagan. 100 tonnalik, 150 tonnalik, 120 tonnalik silos qo'shib beramiz narxni. O'shanga narx hisoblanadi o'shanga qarab. Xo'p, silosni shnekga keladigan bo'lsak, 8 metrga 219 shnek bilan jihozlangan bo'ladi. Yana bitta narsani eslatib o'taman. 1000 talikdan 1,5 mingtalik reduktor o'zgargan, 15 kilovatdan 18,5, ya'ni ikkita motor 37 kilovatga o'zgartirilgan, tezroq ishlashi uchun, yaxshiroq xizmat qilib berishi uchun. Bu nima uchun qilingan? Chunki to'liq full ishlagan taqdirda nagruzka tushib qoladi 1000 taligiga. O'sha uchun 1,5 mingtalikka 18,5 ga o'zgartirganmiz. Ya'ni bemalol ishlaydi, umri uzoqroq bo'ladi. Qisqacha komplektatsiyasi bilan tanishtirib o'taman. 18 kubalik dozator, 20 metrlik lenta, eni 80 sm bo'ladi. Uzunligi 20-22 metr, bunkerlik, ajdaniyalik, bunkersiz o'shanga qarab lentasi razmeri o'zgaradi. 100 tonnalik silos 19 ga 8 metrlik shnek bilan jihozlangan bo'ladi. Dastavka ustanovkasi bilan butun Esenga bo'ylab Xudo xohlasa o'rnatib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz. Bemalol Arza Texnogroupga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.